Joriy yilning avgust-sentyabr oylarida bojxona organlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan ko'p bosqichli tezkor tadbirlar natijasida 2017-yildan buyon O'zbekistonda faoliyat yuritib kelayotgan 4000 nafar faol obunachisi bo'lgan Ditpool nomli Markaziy Osiyodagi yirik Telegram narko do'konining yirik tarqatuvchilari qo'lga olindi. Jumladan 2025-yil 31-avgust kuni Andijon viloyati bojxona boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar xodimlari bilan hamkorlikda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasida Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga Ditpool narko do'kon kuratori Warren Buffett topshirig'i asosida Qirg'izistondagi narko do'kon ishchisi ombor mudiri tomonidan uloqtirilgan 2 bo'lakda ko'k rangli skochlarga o'ralgan 602 gram alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasini O'zbekiston Respublikasi fuqarosi qabul qilib olayotganida qo'lga olindi. Surishtiruv davomida ushbu shaxs 2023-yildan buyon narko do'kon ishchisi ekanligi, yiliga o'rtacha 20 kilogramm yoki 100 ming doza, so'nggi 3 yilda jami 50 kilogramm yoki 250 ming doza sintetik narkotiklar tarqatganligini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, 2025-yil 10-sentyabr kuni Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organ xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent viloyati Zangiota tumanida o'tkazilgan nazorat ostida yetkazib berish tezkor qidiruv tadbirida 2 nafar fuqarolar Ditpool narko do'kon kuratori Warren Buffett topshirig'iga asosan Rossiyadagi narko do'kon ishchisi ombor mudiri tomonidan berib yuborilgan. Muqaddam Toshkent viloyatida joylashgan Navoiy chegara bojxona postida aniqlangan akkumulyator ichiga xufiyona yashirilgan 20 dona qora izolentaga o'ralgan 492,2 gram klifidron sintetik giyohvandlik vositasini qabul qilib olayotganlarida qo'lga olindi. Surishtiruv jarayonida ushbu 2 nafar shaxs 6 oydan buyon narko do'kon ishchisi ekanliklari, har biri oyiga o'rtacha 0,5 kilogramm yoki 2,5 ming doza, 6 oyda esa 2,5 kilogramm yoki 12,5 ming doza sintetik narkotiklar tarqatganliklarini ma'lum qilishgan. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan yirik tarqatuvchi shaxslarning har birida kamida 10 nafardan ortiq zakladchiklari, ya'ni mayda tarqatuvchilari bo'lib, ular tomonidan tarqatish va ko'mish nuqtalari sifatida Toshkent shahrining Yashnobod, Mirzo Ulug'bek, Bektemir va Toshkent viloyatining Chirchiq va Yuqori Chirchiq tumanlaridagi istirohat bog'lari va ta'lim muassasalari atroflari tanlab olingan. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.